Ko'pchilikda shu Amini ilovasida qizil signal yonib qolyapti. Aynan shu nazorat ostidagi shaxslar ro'yxatiga kiritildingiz degan qizil signal bilan ko'pchilikka shu xabar kelyapti. Amini ilovasida ko'ryapsiz, qizil signal yonib turibdi. Nazorat ostidagi shaxslar ro'yxatiga kiritildingiz degan. Darhol voqmaga tushmang. Birinchi navbatda siz o'zingizni MVDning rasmiy sayti orqali tekshiring. Ko'p hollarda shu rasmiy sayt orqali tekshirganda kishi o'zini reyestrda emasligi aniqlanyapti. Bu Amini ilovasi hali ham shu test rejimda ishlayotganligi sababli ko'p hollarda Amini ilovani o'zidagi texnik xatolik sababli yoki VPN ishlatib yoki ma'lum muddat mana shu Aminani muntazam lokatsiya yuborilmayotganligi sababli siz nazorat ostidagi shaxslar ro'yxatiga kiritib qo'ydingiz degan qizil signal yonib qolyapti. Bunda darhol voqmaga tushmang. MVDning rasmiy sayti orqali birinchi navbatda o'zingiz tekshiring. Katta ehtimol bilan siz u yerda shu ro'yxatga kiritilmagan bo'lasiz. Bu Aminani o'zidagi texnik xatolik sabab shu signal yonib qolgan bo'ladi. Bu signalni yo'qotish uchun siz VPN ni foydalanayotgan bo'lsangiz, undan o'chirishingiz kerak yoki shu ilovani yangilashingiz kerak. Bular umumiy qilib olganda ilova bilan bog'liq texnik muammolarni bartaraf qilishingiz kerak. Videoni maksimal do'stlaringiz bilan ulashib qo'yinglar. O'ylayman ularga ham foydali, manfaatli bo'ladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.